Bismillahirrohmanirrohim. Hop, bu videomizda endi o'tgan zamon fe'lidagi 14 ta tuslanish, ya'ni siyg'alar haqida bahs olib boramiz inshaalloh. Hop, biz o'tgan videomizda mana 14 ta kishilik olmoshlarini ko'rib chiqdik va endi fe'llar ham mana shu 14 ta kishilik olmoshlariga ko'ra 14 ta siyg'aga tuslanadi. Ya'ni biz o'zbek tilida ham xuddi shunaqangi 6 ta kishilik olmoshiga muvofiq fe'llar ham xoh u o'tgan zamonda bo'lsin, xoh hozirgi zamonda bo'lsin, xoh kelasi zamonda bo'lsin, o'sha 6 ta kishilik olmoshlariga nisbat berib ishlatiladi. Masalan, men yozdim deymiz. Ya'ni yozdiga oxiriga m harfini qo'shib ishlatamiz. Yozdim. Senga nisbatan ishlatsak, sen yozding. Ya'ni yozdiga oxiriga ng qo'shimchasini qo'shib yozding qilib ishlatamiz. Unga nisbatan ishlatsak, u yozdi deb ishlatamiz. Va bizga nisbatan ishlatsak, biz yozdik. Yozdini oxiriga k harfini qo'shib ishlatamiz. Sizlar yozdingiz. Yozdiga yana o'ziga yarasha qo'shimcha qo'shilyapti. Ularga nisbatan bo'lsa, ular yozdilar. Lar qo'shimchasini qo'shib ishlatiladi. Xuddi mana shunga o'xshagan arab tilida ham 14 ta kishilik olmoshlariga muvofiq tarzda fe'llar ham tuslanadi. Ya'ni har bitta kishilik olmoshiga nisbatan fe'li mozi, fe'li muzori va fe'li amrlar shu 14 ta siyg'aga tuslab ishlatilinadi. Biz endi mana shu fe'li mozilarni 3-shaxsdan boshlab ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizni fe'li mozida boshlashligimizning sababi chunki lug'at bizga fe'li mozidan misol qilib beradi. Lug'atga mana nazar soladigan bo'lsak, hozir bir qator ko'rsatib o'taman. Mana qarang, masalan, kirmoq fe'lini olsak, daxola kirdi, yadxulu kiryapti, udxul kir va duxulun, ya'ni o'sha ish harakat nomi kirmoq, ya'ni. Hammasi shunaqa. Mana hafizo yodladi, yahfazu yodlayapti, ihfaz yodda, hifzun yodlamoq. Ya'ni har bitta fe'lni 3-shaxsdagi birlik shaklidan boshlab beradi va mozidan boshlaydi. Bu jadvalda ham shu mozidan keltirilgan. Shuning uchun nima ham kishilik olmoshlari ham shu u dan boshlangan. Ya'ni u yozdi, u fahmladi, u yodladi. Hammasi mana shu 3-shaxs birligidan boshlanadi. Fe'li mozi ham mana shu 3-shaxsdan boshlab, keyin uni nimalari, ya'ni ikkilik va ko'plik va muannas shakli va ikkinchi shaxs va birinchi shaxsga qarab o'zgarib boraveradi. Ya'ni bu darslarda shu narsani aytib o'taylikki, biz qisqacha qilib o'tyapmiz. O'ta qisqacha. Buni batafsil yana ham kengroq qilib o'rganmoqchi bo'lganlar alohida darslarga qatnab, xos ustozni o'zidan savollar berib tushunib olishsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz faqat bu ozginagina videomizda qisqacha imkon qadar mana shu darslarimizni o'quv markazimizda kelib dars olib, o'sha joyda tushunib va uyga vazifa qilib olib ketganda uyda qiynalmasdan talab ilmlar jonli olgan ilmlarini unutib qo'ygan joylarini eslab olishliklari uchun ya'ni tayyorlayapmiz bu videolarda. Shuning uchun batafsil tushuncha bo'lmasligi mumkin videoda, lekin o'rtacha qisqacha ma'lumot olishga imkoniyat bo'ladi inshaalloh. Xo'p, demak biz fe'l mozini 14 ta tuslanish haqida boshlaymiz.
Kataba deb ishlatdik. Yana bu kataba fe'lini tuzlaydi. Bu Mabdal qiroat kitobida hamma zamonlarda moziyda ham, muzoriyda ham va fe'li amrda ham. Xo'p. Kataba degani u yozdi degani. Mana huva bilan ishlatiladi. Bu huva kataba, ya'ni u yozdi. Endi kataba fe'lini oxiriga bitta alif qo'shib, ya'ni oxirini ozgina cho'zib kataba desak, u ikkisi yozdi degan ma'noni beradi. Xo'p. Endi kataba fe'lini oxirgi harfi, ya'ni b harfini zammaga o'zgartirib va oxiriga vov mad harfini qo'shib katabu deb ishlatsak, u erkaklar yozdilar degan ma'noni beradi. Xo'p. Endi uchinchi shaxsda muannasga nisbatan ishlatsak, ya'ni ayol jinsiga nisbatan katabat deb ishlatsak, kataba fe'lini oxiriga tanisa deb qo'yiladi arab tilida. Ya'ni muannaslik tosi, ta harfi ya'ni. Katabat deb ishlatsak, u ayol yozdi degan ma'noni beradi. Katabata bo'lsa, u ikki ayol yozdi degan ma'noni beradi. Katabna bo'lsa, u ayollar yozdilar degan ma'noni ifoda qiladi. Xo'p, endi ikkinchi shaxsga o'tamiz. Ikkinchi shaxsda erkak kishiga nisbatan ishlatsak, katabta, ya'ni sen bitta erkak kishiga ishlatsak, katabta sen yozding bo'ladi. Ikki erkakka nisbatan ishlatsak, katabtuma, ya'ni siz ikkingiz yozdingiz erkak kishiga nisbatan va erkaklar ko'p erkaklarga nisbatan murojaat qilganimizda katabtum, ya'ni sizlar yozdingiz ko'p erkaklarga nisbatan mana shunday shaklda ishlatamiz. Endi muannas jinsiga o'tadigan bo'lsak, katabti, ya'ni bitta ayol kishiga nisbatan ishlatganimizda sen yozding ayol kishiga nisbatan. Ikki ayol kishi bo'lsa, siz ikkingiz yozdingiz, ya'ni siz ikkingiz yozdingiz degan mazmunda ishlatsak, katabtuma ishlatamiz va ayollar ko'p, 3 va 3 dan ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa, katabtunna, ya'ni sizlar yozdingiz shaklida ishlatamiz. Va xuddi zamirlarga o'xshagan birinchi shaxsda, ya'ni mutakallimda erkak ham ayol ham bir xil lafzda ishlatiladi. Ya'ni katabtu, men yozdim, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin va ko'pchilik bo'lsa, xoh ikki bo'lsin, xoh ko'pchilik bo'lsin, birinchi shaxsda na jins kategoriyasi, na ikkilik son kategoriyasi bor bunda. Faqat o'zbek tilida qanday bo'lsa, xuddi shu shaklda arab tilida ham bir xil ishlatilinadi. Ya'ni katabtu, men yozdim bir kishiga va ko'pchilik, ikki kishi va undan ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa, katabna, ya'ni biz yozdik deb ishlatilinadi. Yana bir qator takrorlab o'tamiz. Kataba, u erkak yozdi. Kataba, u ikki erkak yozdi. Katabu, ular yozdilar, ya'ni erkaklar. Katabat, u ayol yozdi. Katabata, u ikki ayol yozdi. Katabna, ular yozdilar, ya'ni ayollar. Ayollar yozdilar. Hop, katabta, sen yozding erkak kishiga. Katabtuma, siz ikkingiz yozdingiz erkak kishiga. Katabtum, sizlar yozdingiz erkaklarga nisbatan. Katabti, sen yozding ayol kishiga nisbatan. Katabtuma, siz ikkingiz yozdingiz ayollarga nisbatan. Katabtunna, sizlar yozdingiz ayollarga nisbatan. Katabtu, men yozdim. Katabna, biz yozdik. Xo'p, buguncha shu. Inshaalloh keyingi darslarda g'oyibona diydorlashguncha Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.